Eski pasport endi amal qilmaydimi? Pensionerlar pensiyasi qolib ketmaydimi? Bank kartadan pul olishda muammo bo'ladimi? Poliklinika, notarius yoki davlat idorasida hujjatingiz o'tmaydi deysa nima qilish kerak? Bugun men aynan shu masalani oddiy tilda, lekin juda aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlariga ham juda muhim. Chunki ko'pincha yoshi katta insonlar hujjat ishlarida yolg'iz qolib ketadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, keyin ortiqcha yugur. Navbat asab va xarajatning oldi olinadi. Men avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Eski pasport deganda qaysi hujjat nazarda tutilayotganini aniq ajratib olish kerak. Chunki odamlar orasida 3 xil hujjatning hammasini pasport deb aytishadi. Birinchisi juda eski, ya'ni biometrik bo'lmagan eski namunadagi pasportlar. Ikkinchisi biometrik pasport, ya'ni ichida chip bo'lgan, ko'pchilik 2011 yildan keyin olgan pasport. Uchinchisi esa hozir berilayotgan ID karta, ya'ni ichki shaxsni tasdiqlovchi zamonaviy hujjat. Bundan tashqari chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti ham bor. Oldin qanday edi? Oldin fuqaroda bitta pasport bo'lsa, u deyarli hamma joyda ishlatilardi. Bankda, pensiya masalasida, propiska, notarius, poliklinika, chipta olish, hattoki chet elga chiqish jarayonlarida ham pasport asosiy hujjat hisoblanardi. Ko'pchilik pensionerlar pasportini bir marta olgan, ichiga ro'yxatdan o'tgan joyi yozilgan. Keyin yillar davomida shu hujjat bilan hamma ishini qilib kelgan. Shu sababli hozir pasport o'zgardi. ID karta bo'ldi. Eski pasport o'tmaydi degan gaplar chiqsa, odamlar tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Endi nima o'zgardi? Davlat xizmatlari raqamlashtirilgani, shaxsni aniqlash tizimlari yangilangani, banklar, pensiya tizimi, tibbiyot va notarial tizimlar elektron bazalar bilan ishlay boshlagani uchun eski shakldagi hujjatlar asta-sekin amaliy muomaladan chiqmoqda. Ya'ni masala faqat qog'oz pasportda emas, masala shundaki. Hozir ko'p idoralar sizning hujjatingizdagi seriya raqam, JSSHIR, tug'ilgan sana, yashash manzili, familiya va ismni elektron bazadan tekshiradi. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, eski namunada bo'lsa yoki bazada ma'lumot to'g'ri ko'rinmasa, bank xodimi, pensiya bo'limi yoki notarius xizmat ko'rsatishda to'xtab qolishi mumkin. Men buni juda sodda qilib ajrataman. Birinchi toifa. Qo'lida hali ham biometrik bo'lmagan, juda eski namunadagi pasporti bor insonlar. Mana shu toifadagi fuqarolar, ayniqsa pensionerlar albatta hujjatini almashtirish masalasini kechiktirmasligi kerak. Chunki bunday hujjatlar ko'p holatda zamonaviy elektron tizimlarda to'liq qabul qilinmaydi. Shaxsni aniqlashda muammo beradi. Bank xizmatlari, notarius, davlat xizmatlari va pensiya bilan bog'liq jarayonlarda to'siq bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, qo'lida biometrik pasporti bor, lekin uning amal qilish muddati tugab qolgan yoki yaqinda tugaydigan fuqarolar. Pasportning ichida amal qilish sanasi yozilgan bo'ladi. Ko'pchilik men pensionerman, menga baribir bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, unday emas. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning muddati tugasa, u bilan bank operatsiyasi qilish, karta almashtirish, pensiya kartasini qayta rasmiylashtirish, notariusdan ishonchnoma olish yoki davlat xizmatidan foydalanish qiyinlashadi. Masalan, pensioner bankka borib, kartamning muddati tugadi, yangisini bering deydi. Bank esa hujjatning muddati o'tganini ko'rsa, avval shaxsni tasdiqlovchi hujjatni yangilab kelishni so'rashi mumkin. Natijada pul kartaga tushib tursa ham odam uni yechishda muammoga duch keladi. Uchinchi toifa ID kartasi bor. Ma'lumotlari to'g'ri, yashash manzili bazada to'g'ri ko'rsatilgan. Pensiya kartasi ishlayapti. Hujjat muddati tugamagan fuqarolar. Bunday insonlar vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning ID kartangiz amalda bo'lsa, pasportingizni almashtirish haqidagi umumiy gaplar sizga bevosita muammo tug'dirmasligi mumkin. Lekin baribir ma'lumotlarni tekshirib qo'yish foydali. Chunki muammo ko'pincha aynan kerakli paytda, masalan, kasalxonaga yotishda, bank kartani almashtirishda yoki notariusga borishda chiqadi. To'rtinchi toifa, yotib qolgan, nogironligi bor, o'zi idoraga bora olmaydigan pensionerlar. Mana shu guruh eng e'tiborli guruh. Chunki hujjatni almashtirish uchun odatda shaxsning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumotlar olinishi, rasmga tushirilishi kerak bo'ladi. Agar inson yurishga qiynalsa, farzandlar yoki yaqinlari oldindan mas'ul idora bilan bog'lanib, qanday tartib borligini, uyiga chiqish imkoniyati bormi?
ishonchnoma kerakmi? Tibbiy ma'lumotnoma talab qilinadimi? Shularni aniqlash lozim. Bu masalani oxirgi kunga qoldirish mumkin emas. Keling, hayotiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 72 yoshli aka biometrik pasportini 2020 yilda olgan. Pasportning muddati 2024 yilda tugagan. U kishi buni sezmagan, chunki pensiyasi har oy kartaga tushib turgan. Lekin karta muddat ham tugagach bankka borgan. Bank xodimi avval amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat olib keling degan. Aka bankdan migratsiya bo'limiga, u yerdan yana bankka qatnagan. Agar u kishi pasport muddatini oldindan tekshirganida karta muddati tugashidan oldin ID karta olib, keyin bank kartani almashtirgan bo'lardi va pensiya pulini olishda uzilish bo'lmasdi. Yana bir misol. 68 yoshli opa tuman markazidan uzoq qishloqda yashaydi. Eski pasporti bor, ro'yxatdan o'tgan manzili ham eski uy bo'yicha. Aslida u qizi bilan boshqa mahallada yashayapti. Poliklinikaga borganda elektron bazada manzil mos kelmagani uchun hujjat tekshiruvi cho'zilgan. Pensiya bo'limida ham yashash joyingizni aniqlashtiring degan masala chiqqan. Bu yerda muammo pensiyaning o'zida emas. Hujjat va baza ma'lumotlarining mos kelmasligida. Shuning uchun men doim aytaman. Pensioner uchun hujjat faqat pasport bor degani emas. Hujjatdagi ma'lumotlar elektron tizimlarda ham to'g'ri ko'rinishi kerak. Yana bir vaziyat. 70 yoshli buva nevarasiga uyini hadya qilmoqchi bo'ladi yoki ishonchnoma bermoqchi bo'ladi. Notarius shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiradi. Agar pasport muddati o'tgan bo'lsa yoki hujjat eski namunada bo'lsa, notarial harakatni amalga oshirishdan oldin yangi hujjat talab qilinishi mumkin. Bu yerda notarius qiyinlashtiryapti deb o'ylash kerak emas. U qonuniy shaxsni aniqlashi shart. Chunki mulk, meros, ishonchnoma kabi masalalarda bir harf xatolik ham katta nizoga olib keladi. Endi muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala pasportning eskiligi bilan muddat o'tganligi bir xil narsa emas. Ba'zida odamda biometrik pasport bo'ladi va u hali amal qiladi. Bunday holatda u darhol yaroqsiz bo'lib qoldi deb aytish noto'g'ri. Lekin agar davlat xizmatlari tizimida ID karta talab qilinayotgan bo'lsa yoki hujjat muddati tugayotgan bo'lsa, almashtirishni rejalashtirish kerak. Ya'ni hamma pensioner bugun yugurib borishi shart emas. Lekin kimning hujjati eski yoki muddati tugagan bo'lsa, u albatta harakat qilishi kerak. Ikkinchi nozik masala, pensiya avtomatik to'xtab qoladimi? Odatda pensiya hujjat muddati tugagan zahoti o'sha kuniyoq to'xtaydi deb qo'rqishadi. Men bunday vahimani to'g'ri deb hisoblamayman. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u alohida tartibda yuradi. Lekin muammo pensiyani olish jarayonida bank kartasini yangilashda, shaxsni tasdiqlashda, hisob raqam bilan bog'liq amaliy harakatlarda chiqishi mumkin. Ya'ni pul hisoblangan bo'lishi mumkin, ammo siz uni olish yoki unga bog'liq operatsiyani bajarishda to'siqqa duch kelishingiz mumkin. Shu sababli pensiyam tushyapti-ku, demak hammasi yaxshi deb beparvo bo'lmang. Uchinchi nozik masala, familiya, ism otasining ismi har xil yozilgan bo'lishi. Masalan, eski hujjatda Abdullayev, yangi bazada Abdullayev. Nikoh guvohnomasida boshqacha, pensiya hujjatlarida yana boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa ruscha yozuvdan lotin yozuviga o'tishda tug'ilgan sana, joy nomi yoki otasining ismi bo'yicha xatolar uchraydi. Pensioner uchun bu juda muhim. Chunki pensiya ishi, bank hisobi, kadastr hujjati, meros hujjati va tibbiy baza bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar ID karta olayotganda xatolikni ko'rsangiz, mayli keyin to'g'rilarman demang. Darhol xodimga ayting, ariza bilan aniqlashtiring. Keyin bitta harfni tuzatish uchun bir nechta idoraga qatnashingiz mumkin. 4-nozik masala, yashash joyi va ro'yxat. Eski pasportda propiska muhr bilan ko'rinib turardi. ID kartada esa ma'lumot elektron bazada yuradi. Shu sababli ko'p pensionerlar kartada manzil yozilmagan ekan, endi men ro'yxatdan o'tmagan hisoblanamanmi deb xavotir qiladi. Yo'q. ID kartaning o'zida hamma ma'lumot ko'zga ko'rinmasligi mumkin, lekin bazada yashash joyi ma'lumoti bo'ladi. Kerak bo'lsa, tegishli idora ma'lumotnoma chiqarib beradi yoki elektron tizimdan tekshiradi. Muhimi, bazadagi manzil haqiqiy holatga mos bo'lsin. 5-nozik masala, chet elga chiqish. ID karta ichki hujjat sifatida ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlar ID karta oldim, endi Rossiyaga, Qozog'istonga yoki Turkiyaga boraversam bo'ladimi deb o'ylaydi. Bu masalada boradigan mamlakat talabi, chegara tartibi va amaldagi xalqaro qoidalar muhim.
Shuning uchun safar oldidan albatta xorijga chiqish pasporti kerakmi, yo'qmi? Uning muddati yetarlimi? Aviakompaniya va chegara talablarini tekshirish kerak. Ayniqsa davolanishga yoki farzandlarnikiga ketayotgan pensionerlar buni oldindan aniqlasin. 6-chi nozik masala: bank va plastik karta. Bank sizdan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'rashga haqli. Karta muddati tugaganda, yo'qolganda, pin kod blok bo'lganda hisobni yopish yoki yangi karta ochishda hujjat talab qilinadi. Agar pasportingiz yaroqsiz bo'lsa, bankdagi oddiy ish ham cho'ziladi. Shuning uchun pensionerlar faqat pasport muddatini emas, bank kartasi muddatini ham tekshirsin. Masalan, kartaning old tomonida oy va yil yoziladi. 1225 bo'lsa, karta 2025 yil avgust oxirigacha amal qiladi. Agar hujjat muddati ham shu davrga yaqin tugasa, avval ID katata, keyin bank kartani tartibga keltirish qulayroq. 7-chi nozik masala: yosh katta insonlarning barmoq izi, imzo rasmiga tushish jarayonlari. Ba'zi pensionerlarning barmoq izlari yosh sababli aniq olinmasligi mumkin. Qo'llari quruq yoki terisi yupqa bo'ladi. Bu holatda xodimlar qayta urinishadi, texnik tartib bo'yicha rasmiylashtirishadi. Bundan uyalish yoki jahli chiqish kerak emas. Rasmga tushishda ham ko'zoynak, bosh kiyim, yuzni yopib turadigan narsalar bo'yicha talablar bo'lishi mumkin. Oldindan oddiy hujjatga mos kiyimda borish. Ko'zoynak bo'lsa xodim ko'rsatmasiga amal qilish kerak. Birinchi qadam: uyda hujjatlarni olib tekshiring. Pasport yoki ID kartaning amal qilish muddatiga qarang. Tug'ilgan sana, ism, familiya, otasining ismi, hujjat raqami. Berilgan sana va amal qilish muddatini yozib oling. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizdan pasportingiz qayerda deb so'rang. Lekin faqat so'rash bilan cheklanmang. Muddatini o'zingiz ko'rib qo'ying. Ko'p yoshi katta insonlar hali o'tadi deb o'ylaydi. Lekin hujjat 2 yil oldin tugagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar sizga ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, odatda ID karta rasmiylashtiriladi. Agar chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, xorijga chiqish pasporti masalasini alohida ko'rib chiqing. Ikkalasini aralashtirmang. Bank, pensiya, poliklinika, notarius, davlat xizmatlari uchun asosan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi ichki hujjat muhim bo'ladi. 3-chi qadam: yashash joyingiz bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari tizimiga murojaat qilish tartibini aniqlang. Ba'zi joylarda oldindan navbat olish imkoniyati bo'ladi. Ba'zi joylarda bevosita boriladi. Telefon orqali yoki yaqinlaringiz orqali ish vaqti davlat boji miqdori, kerakli hujjatlar, rasmga tushirish joyi haqida so'rab oling. Pensionerlar ertalab borib, navbatda uzoq turmasligi uchun farzandlari oldindan ma'lumot yig'ib bersa juda yaxshi bo'ladi. 4-chi qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki mavjud ID karta, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, yashash joyi bilan bog'liq ma'lumotlar, davlat boji to'lovi kerak bo'lishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlarni ham olib boring. Agar pensionerning hujjatlarida xatolik borligini bilsangiz, masalan tug'ilgan sana bir joyda 1922, boshqa joyda 1923 bo'lsa, buni oldindan ayting. Xodimga mana shu masalada aniqlashtirish kerak deb tushuntiring. 5-chi qadam: pul to'lovini rasmiy yo'l bilan qiling. Hujjat almashtirishda davlat boji bo'lishi mumkin. Miqdor vaqtga qarab o'zgaradi. Shuning uchun men aniq summani doimiy deb aytmayman. Eng to'g'ri yo'l: murojaat qilayotgan idoradan yoki rasmiy manbadan joriy to'lovni so'rang. Hech qachon ko'chadagi test qilib beraman, navbatsiz chiqaraman, pensionerlar uchun alohida yo'l bor degan shubhali odamlarga pul bermang. Hujjat masalasida firibgarlik ko'p bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta insonlar ishonuvchan bo'lgani uchun ularni aldashga urinishadi. 6-chi qadam: yangi hujjat tayyor bo'lgach, uni olib darhol tekshiring. Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSHSH yer to'g'rimi? Hujjat muddati ko'rsatilganmi? Rasm to'g'rimi? Hujjatni qo'lga olgan kuni tekshirish eng oson. Uyga kelib bir oy o'tgach xatoni topsangiz, tuzatish ancha qiyin bo'lishi mumkin. 7-chi qadam: yangi hujjat olgandan keyin bankka boring. Ayniqsa pensiya plastik kartasi bo'lsa, bankdagi ma'lumotlarni yangilating. Men ID karta oldim, ma'lumotlarimni yangilab qo'ying deb ayting. Ba'zan bank tizimida eski pasport seriyasi turaveradi. Keyin karta bilan muammo chiqqanda bank yana hujjat yangilashni so'raydi. Shuning uchun yangi hujjat olganingizdan keyin
Bankdagi mijoz ma'lumotlarini yangilab qo'yish juda foydali. 8-qadam. Pensiya bo'limi bilan bog'liq ma'lumotlarni ham tekshiring. Agar pensiya uzluksiz tushayotgan bo'lsa ham, hujjat o'zgarganini pensiya tizimida ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa familiya, yashash joyi, bank rekvizitlari, karta raqami yoki hisob raqami o'zgargan bo'lsa, buni befarq qoldirmang. Pensiya bo'limiga borib yoki telefon orqali yangi ID karta oldim, ma'lumotlarimni yangilashim kerakmi deb so'rang. Har bir vaziyatda tartib farq qilishi mumkin. Lekin savol berish hech qachon zarar qilmaydi. 9-qadam. Tibbiyot, notarius va boshqa muhim ishlardan oldin hujjatni tartibga keltiring. Masalan, rejalashtirilgan operatsiya, sanatoriyga yo'llanma, meros hujjati, uy-joy oldi sottisi, ishonchnoma, kredit yoki bank omonati masalasi bo'lsa, avval shaxsni tasdiqlovchi hujjat muammosi ekanini tekshiring. Chunki bunday ishlar boshlangandan keyin hujjat xatosi chiqsa, jarayon to'xtaydi. Muddatlar cho'ziladi, odam asabiylashadi. 10-qadam. Agar pensioner o'zi bora olmasa, yaqinlariga yordam bersin. Lekin bu yerda muhim qo'yda bor. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirishda ko'p hollarda fuqaroning o'zi ishtirok etishi kerak bo'ladi. Shuning uchun farzand men o'zim borib olib kelaman deb o'ylamasin. Avval idoraga murojaat qilib, yotib qolgan yoki nogironligi bor insonlar uchun qanday tartib borligini so'rasin. Kerak bo'lsa, tibbiy hujjat, ariza yoki boshqa asoslar tayyorlanadi. Eng muhimi, buni oxirgi daqiqaga qoldirmang. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Agar sizga biror idorada eski pasportingiz o'tmaydi deyishsa, darhol janjal qilmang. Xodimdan aniq so'rang. Qaysi sababga ko'ra o'tmayapti? Muddati tugaganmi? Bazada ko'rinmayaptimi? Hujjat turi qabul qilinmayaptimi yoki ma'lumotlarda xatolik bormi? Sababni bilsangiz, muammoni hal qilasiz. Sababni bilmasangiz, bir idoradan boshqasiga yuraverasiz. Agar kerak bo'lsa, yozma tushuntirish yoki rasmiy javob so'rang. Ayniqsa pensiya, bank va notarius masalalarida og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Demak, eski pasport masalasida eng to'g'ri yondashuv vahmi emas, tekshiruv va tartib. Agar hujjatingiz juda eski bo'lsa, muddati tugagan bo'lsa yoki elektron bazalarda muammo berayotgan bo'lsa, uni almashtirishni kechiktirmang. Agar ID kartangiz bor, muddati amalda bank va pensiya ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, ortiqcha qo'rqishga hojat yo'q. Lekin baribir hujjatlaringizni nazorat qilib boring. Pensionerlar uchun eng katta xavf pensiyaning o'zi emas, aynan hujjat muddati, bank kartasi. Manzil va ma'lumotlar mos kelmasligi sababli pulni olish yoki rasmiy ishlarni bajarishda muammo chiqishidir. Agar ota-onangiz, buvingiz yoki bobongizning pasporti eski bo'lsa, bugunoq muddatini tekshirib bering. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi, lekin ertaga bankda, kasalxonada yoki notariusda katta muammoning oldini oladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Bank eski pasportni qabul qilmaganmi? Pensiya kartasini almashtirishda muammo chiqqanmi? ID karta olishda xatolik bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensionerlar uchun juda zarur.